Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men seni ko'ryapman degan joydan bo'lyapti-da. Mana bu tulki mani poylab turibdi mana. Ketdi mana. o'n yillar oldin tulki yo'qdi hisob. Endi har qadamda tulki mana. Bemalol oyog'i tagidan chiqadi. Mana. Odamdan qochmaydi. Juda ehtiyot bo'lish kerak bu. Ancha yo'l bosdi men bilan. Sekin kelyapti. Maqsadi birorta qo'zini olishda. Ehtiyot bo'lasizlar. Juda ko'paygan hozir tulki. Bu ham endi oila boqaman deb yuribdi-da. Hammaga rahmat e'tibor uchun. Albatta chorvalaringizdan ehtiyot bo'linglar. Hozir bunaqa narsalar ko'payapti. O'sha daydi itlar, tulkilar, chiyabo'rilar mollarga ko'p mana bu yerda qo'zilar bor-da, bu biladi vaziyatni. Sal e'tiborsiz bo'lsa, o'sha qarab turibdi. Qo'zi ketdi. Rahmat hammaga. Qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun like bosib, o'rnab qo'yasizlar.